Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Bugun men do'stimni jangga chorladim va u bilan bugun birga PvP qilamiz. Uzoqlashmay men esa boshladim do'stlar. Hop, yangi dunyoga kirdik. Do'stim ham hozir kirib qolishi kerak. Ha, mana u Abdulaziz. Ha, bu mening bir do'stim. Tayyormisan do'stim? Bo'ldi. Bo'lsa, ozroq PvP'ni boshlaymiz kerak. Do'stlar, siz hozir videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Va videoni ko'proq insonlarga yuboring. Orqamizda bo'layapti faqat. PvP'ning uchinchi qismi bu. Faqat video agarda yoqadigan bo'lsa, siz like bosib qo'ying. Voy jinni, daraxtdan sakrab yubordik-ku. Biz esa qochishdan davom etamiz. Ha, do'stlar, faqat o'yinning ovozini o'chirib qo'yganman, e'tibor bermaysizlar. Voy, qochmayapmiz do'stlar. Eng yomon narsalar. Ba'zidan hech nima qilmaymizda. Zalotoy, zajirovanный яблоко. Albatta. Yeta olmasa kerak hali. Do'stlar, sizlarda ham bo'lganmi? Mana xudo xolasa, mana uxlab qoldik, lekin men olmay qolasam bo'lmaydi. Qoch kerak. Aytdimmi do'stlar? Voy, yaramas, orqamizdan kelibdi do'stlar. Oldimizdan kelganmi bilmadim. Loy, yana o'tyapti. Bu yoqqa kelma. Qoch. Voy. Lavani o'ziga qo'yaver, sasqacha. Qochamiz. Endi uni olganda qochgim kelmayotgandi. Faqat ozgina charchatib olay. Shu ovqatlarni barchasini tugatib olay deyapman-da do'stlar. Juda qo'ydik, lekin voy. Muddatidan keyin portladi afsus. Va mana. Hozir pishasan sen bola. Endi portlagidan. Jarlikdanmi? Yo'q, voy. Qayerdasan? Yo'q. Olamiz. Nima deding? Olmay qolmadi. Hozir yana beraman. Bo'ldimi? Boshqa narsa kerak emas. Bo'ldimi? Voy, urmada-ya. Mana meva olay, to'xta. Voy, bo'ldi. Hey, o'zingni bos. Ha. U ham so'radingizmi? Beraman. Faqat to'xta. Yana kerak? Bo'ldi? 3, 2, 1, ket. Do'stlar, do'stimning ham ovozini o'chirib qo'yganman. U faqatgina o'yindan tashqarida gapiradi, lekin sizlarga ovozi yetib kelmaydi. Va endi portlab ketadi. Voy, yaramas. Yo'q. Qo'lga tushdi.
do'stim. Endi mana shu yerga chuqurcha qo'laymiz ozgina. Va ikkalamiz ham kuch to'plab olgandan so'ng jang qilamiz. U keladi hozir. Kelyapti. Va shu paytda men uni portlatib yuboraman. Kelmaysanmi? Voy. Endi portlatamizda qochamiz. Ma. Endi o'lib ketadi. Ana so'kyapsanmi? Voy Abdulaziz, eshitmayapsizlar-da do'stlar, buning hozir. Agarda lekin uni ovozini o'chirib qo'ymaganimda sizlar eshitmayapsiz. Do'stlar, keyincha yana bir narsani aytishim kerak. Men Minecraftda ham qilmoqchiman yaqinda. Endi portlatib tashlaymiz, endi pishadi. Va o'zingizdan shunaqa. Do'stlar, sizlarga kadr ortidagi gaplashishimizda afsus. Mayli. Mana shu. Bo'ldi. Sen orqadan uryapsan-ku do'stim. Endi qarab, o'zingdan ko'r. Bu yoqqa. Yo'qqa ko'r. Bo'ldi, endi o'rab tashlaymiz. O'xshamadi. Endi o'xshatishga harakat qilamiz. Bo'ldi, ay. Chiqib ketasanmi? Sekundda chiqib ketyapti bu bola. Va bo'ldi, siz qochishdi, sasuvchi. Bo'ldi. Tamam. Endi o'lib ketasan. Olmayni yeva maslahatim. Maslahatim olmayni yeva. Unaqa qilma. Unaqa qilmanglar. Unaqa qilmang. Orqasidan borib. Endi o'lib ketadi. Qarab turinglar do'stlar. Ishonavering. Bugungi Minecraft challenge'da men g'olib bo'lishim shart. G'olib bo'laman. Voy! Oy! Yoqqa ket. Tezroq. Sen shu yoqda qoldirib ketishim kerak. Va. Bo'ldi, tamom. Pishding uka. Hayır. Abdulaziz bilan xayrlashing do'stlar. Hay. Yo'q, xuddi. Voy! Qanaqa qilib? Yo'q. Sen chitdirmisan Abdulaziz? Olmayman. Zalati. Kechirim. Yo'q. Lekin baribir men yutaman. Hech qanaqa shans yo'q sen. Chunki men Amirjon ham yutaman. Sen ham yutishing kerak. Qayoqqa qo'yapsan? Nega? Qara, hozir chestlik bo'y bo'lish kerak-da. Sen bilan meni o'rtamizda xullas olmaymiz. Hoppi. Rozmasmiz? Mayli, ko'ramiz. Olmay. Senga. Sen shu qavdalardan shu olmayni yeb ketadi. Albatta, hazil do'stlar, unaqa qo'pol so'zlarni ishlatmaymiz. Kechirasizlar meni. Uzoq bilan sassiqcha deymiz bo'ldi. Kel do'stim, portlatib yuboraymi seni bor. Yo'q, o'zimga tegdi. O'zini o'ldirish xizmati. Xo'p. Endi choq. Voy. Qarab qo'y. Choq 100 dollar. Choq 200 dollar. Choq 200 dollar. Voy, 4-chi so'z. Endi qochib ketyapti.
ko'p qilishga harakat qilamiz. Yaqinda do'stim Saydas bilan ham video olishni rejalashtirganman. U bilan FK Mobile'da birga jang qilamiz. Siz mendan uzoqlashmang. Zo'r videolar chiqadi do'stlar. Ha, uzoqlashmasangiz bo'ldi. Voy. Portlatishni boshqa bilmaydi-da bu. Bilmaysan-ki, Abdulaziz. Hech baloni bilmaysan. Qara, seni hozir endi uzoqqa tushiramiz. Sen olmayganing uchun yedin. Menga unaqa dema. Sen o'zing va'dang Ke. Faqat Sachirovni yabloko yebildi-da. Bo'ldi. Mana shu yerda endi Abdulaziz kulib yutadi. Qarab turing. Tamomsan Abdulaziz. Mana sen. Do'stlar, men g'olib bo'ldim. Abdulaziz o'yinni tark etdi. Qanaqasiga? Do'stlar, tushunmadim to'g'risi. Bu menimcha qandaydir bug bo'lsa kerak. Lekin men Abdulazizni tuzoqqa tushirgan edim. Nima bo'lgan taqdirda ham video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Xayr do'stlar, salomat bo'ling.